1939-yil. Cheksiz dasht, jazirama quyosh, chang, shamol va mashaqqatli mehnat. Minglab insonlar bu yerga shon-shuhrat yoki mukofotlar uchun kelmadi. Ular bu yerga o'z yurtining kelajagi uchun keldi. Ularning qo'lida kuchli texnika yo'q edi. Zamonaviy mashinalar yo'q edi. Ulkan ekskavatorlar va burg'ulash uskunalari ham yo'q edi. Faqat belkuraklar va ketmonlar bor edi va inson ruhining beqiyos kuchi bor edi. Kun sayin, metrma-metr, ular quruq yer bag'ridan suv uchun yo'lni qo'lda ochdilar. Og'ir mehnat, jazirama issiq, sinovlar, ammo ular to'xtamadi. Chunki ularni birlashtirgan eng buyuk kuch bor edi. Xalq birligi. Shu tariqa Buyuk Farg'ona kanali bunyod etildi. Kanalning uzunligi 270 kilometr bo'lib, qazish ishlari 45 kun davom etdi. Umumiy hisobda 17 million kub metr tuproq ko'chirildi. Bu ulkan bunyodkorlik o'zbek xalqining mehnatkashligi, uyushqoqligi va millat turmush tarzini yaxshilash yo'lida erishilgan yuksak maqsadlarni namoyon etdi. Mashinalar bilan emas, inson qo'llari bilan, ularning sabri bilan, ularning ishonchi bilan, ularning matonati bilan. Yillar o'tdi, dunyo o'zgardi, texnologiyalar rivojlandi, kuchli texnika, zamonaviy mashinalar va yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Bugun hammasi boshqacha ko'rinadi. Bugun yer bag'rida ulkan ekskavatorlar ishlaydi. Karyer samasvallari gumburlab harakat qiladi. Burg'ulash uskunalari tinimsiz ishlaydi. Ammo har bir mashina ortida inson turadi va o'sha inson qalbida bir vaqtlar Farg'ona kanalini qurishga ilhom bergan o'sha buyuk ruh yashaydi. Bugun bu ruh davom etmoqda. Muruntov konida. Bu yerda yer bag'ri bilan kurashayotgan, ulkan texnikalarni boshqarayotgan va mamlakat taraqqiyoti uchun mehnat qilayotgan minglab fidoi insonlar bor. Bugungi kunda Muruntov konida 3200 nafardan ziyod ishchi xodim mehnat qilmoqda. Jamoaning o'rtacha yoshi 32 yoshni tashkil etadi. Kon bo'yicha yiliga 200 million 750 ming kub metr tog' jinslari qazib olish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda karyerda bir sutkada o'rtacha 550 ming kub metr bo'lib, har bir ishchi yiliga o'rtacha 62 ming 735 kub metr tog' jinslari qazib olish maqsad qilib qo'yilgan. Bu ulkan mehnat, bu katta mas'uliyat, bu jamoaning birdamligi. Biz kanal qurmaymiz, ammo biz o'sha buyuk insonlardan o'rnak olamiz. Ularning kuchidan, ularning birdamligidan, ularning mehnatga sadoqatidan. Ular yerga hayot bergan kanalni yaratdilar. Biz esa mamlakatimiz taraqqiyoti va qudratini mustahkamlovchi oltinni qazib olamiz. Vaqt o'zgardi, avlodlar almashdi, ammo bir narsa o'zgarmadi. Birgalikda mehnat qila oladigan insonlarning buyuk kuchi. Muruntov bu shunchaki kon emas, bu kuchli insonlar maskani, bu xarakter maktabi, bu haqiqiy mehnat maktabi. Bu yerda mehnat sharaf, bu yerda birlik kuch, bu yerda natija kelajakdir va bugun biz faxr bilan aytamiz: Muruntov, ishonch, shiddat, sabr.